Soling, soling. Ne bir şey, soling. Ja, ozolmasin. O'sibay chiqib qoldi mana. Yo'q. Ya ozolmasin, dadaroq sol oling. Xudo xolasa oshimiz bemalol yetadi. Chinini olib tur, tovoqqa soladi avval. Nimaga qo'yilaman? O'rni tovoqqa Nechtaga solib beray manaqa? Manaqa nechtaga solay? Yetgancha soladi. Qolgan undoqqa olaveradi. Ya, qolish unaqa emas. Qizamasa? Bo'ldi. Yolbora ketganing unda olasizlar. To'xtating. Mana avvalsiz qarab turing, osonmi ishim. Qarab turing o'zgardi. Bo'ladimi? Birodar, oshlab kelov. Boş yuvani. Maga. Mana. Mana bular ochani edi. Mana choy. Qani. Bittasini olay. Bittasini mayalaga beraver. Ne'mat aka nima oldi? Choylar olib boring Ne'mat aka. Boshlab keling. Choylar yetarlimi? Bor ekan-a? Oshni Mirodov. Tamam aka. Kim so'rayapti? Ma'mur kim so'rayapti? Mana ma'mur kelganlar. Qo'y. Здравствуйте. Tanidingiz bo'ladi?
Ko'rsa bir jirillaydi. İlk og'iz gapirib paslarmi? Mana Xudo xohlasa mahallamiz ehsonni tuzgan biz ko'tarishni Xudo Taolo qabul qiladi. Bu narsani yurtda olyapti Xudo ishga. Hamma ma'lum yo'llarni tinch olsin. Yurtimiz tinch olsin. Ma'lum tinch olsin. Hammamiz bir mehr oqibatli bo'lib, chiroyli bir holda birgalikda ishlaymiz. Alloh nasib qilsin. Rahmat, tinch bo'linglar. Xo'p. Mana shularga o'xshab kelinglar. Yoninglarni keyin yana soldirib olaverasizlar. Soldirsa bo'laveradi. Hop, martab ke. Hey. Nasa dedi-da. Nima yaptın? O'zinglar olinglar, pul chiqaradi. أننا من المسلمين اللهم ارزقنا بغير حساب اللهم زد ولا تنقص اللهم اجعل نعمتنا دائما ودولتنا قائما وأولادنا عالما ولا تسلط علينا ظالما bu qilingan darvishona ihsonlarimizni barchalarimiz tarafilarimizdan iloh dargohida husn qabul aylab qiyomatda barchalarimizni soyabon bo'lishligini nasibi ro'za aylagin. Parvardigor olam bu ehsonni bizlar uchun barakot, rahmatli ehsonlardan qilib, balolardan qaytarishga sabab bo'lgan o'sha ehsonlardan qilgan. Va sallallohu ta'ala sallam ala xayri xalqihi Muhammadin va alihi va sahbihi ajmain. Bi rahmatga ehsonga tashkillashtirgan kelgan mehmonlarning haqlariga. Amin ya Rabbi. Avvalambor uzoq yaqindan qadr qilib kelgan hurmatli muhtaram aziz mehmonlarni har bir bosib kelgan qadamlariga ulkan ajr azim hasanat savoblarni ko'paytirib bergin. Ya Rabbi, bu kori xayrga ichkari tashqarida xizmatda bo'lgan aka-ukalar, mas'ul opa-singillar, oshpazu nonbazlar barchalarini ya Rabbi dunyo va oxirat baxti va saodatiga o'zing musharraf aylagin. Ya Rabbi, bu darvishona xayri ehson dasturxonlarini tashkillashtirgan, yelib yugurib xizmat qilgan, ozmi ko'pmi o'z hissasini qo'shgan katta kichiklar barchalarini ya Robbi avvalambor tanu jonlarni salomat aylagin. Umri jonlarga barakotlar bergin. Doimo samoviy aroziy baloy ofat musibatlardan o'z panohiga saqlagin. Ya Robbi, bu xayri ehsondan ko'zlangan maqsad aytib o'tirganidek bu dehqonchilikni Alloh taolo yana ham fayzli, yana ham barakotli qilishligini so'rab, mana bunaqangi xayrli, savobli yaxshiliklar maqsad qilingan. Alloh tabaraka va taolo Robbimiz sendan so'raymiz ya Robbi, bu niyat qilinganidan ham ziyodasini, maqsad qilinganidan ham afzalini ato etishga qodir zotsan ya Robbi, o'zing ato aylagin. Ya Robbi, ushbu xayr insonlar barakoti ila mana bu xayr insonni tashkillashtirgan katta kichiklar, o'z hissasini qo'shgan barcha azizlarimizdan o'zlarida, yaqinlarida bemorliklar bo'lsa shifoi kulli komil ato aylagin. Shifoi tomma, shifoi omma, shifoi ojil nasib aylagin. Safarda yurgan musofirlar, yaqinlari bo'lsa
safarlarni bexatar qilgin. Safardan ko'zlangan ezgu niyat maqsadlarga erishgan murodlardan ziyodasini ato aylagin. Qayerda, qay holatda, kim bilan muloqotda bo'lmasin, o'zingni himoyangda, o'zingni to'g'ri yo'lingda bo'lmoqligini nasib aylagin. Ya Robbiy, hojatmandlari bo'lsa, hojatlarni ravo aylagin, mushkulotlarni oson qilgin. Farzand talablari bo'lsa, o'zingni xazina-i g'aybingdan ota-onasiga mehribon, solih o'g'il qiz farzandi zurriyotlar ato aylagin. Qarzdorlarga najot bergin. Ya Robbiy, bizlarni barchalarimizni roh rostdan hidoyatdan adashtirmagin. Oqibatlarimizni xayrli, xotimalarimizni go'zal qilgin. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم. Rahmat. Hoş gördüğün insanlara rahmet.